Satuvimizda maslaq hali 12.000 km yurgan Nexia 2 avtomobil do'stlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari 100% toza, benzinda hali 12.000 o'zini halol yurgan probegi do'stlar. Bir gün barabaramiz polni kraskasini, probegini, motor taraflarini ustalarga ko'rsatib tekshirib xarid qilaverasizlar. Sons hibrid lyuks konditsioner mashinamiz, konditsionerlari hammasini ishlatdi. Paketinden akkumulyatorlar qo'yilgan, hammasi zavod tutdi mashinani do'stlar. Neyse iki ishqibozlari bo'lsa, videomizni yuborib qo'ysa. Mana do'stlar, eshitishlarni e'tibor berasizlar. Meri uzun zavodga 20 kinda kan taşıyar tuttu. Apşikalari, torpedalari hammasi matvi. Mashinning ichidan hali salonni isi yetmagan do'stlar. Mana do'stlar. 2014-yil mashinamiz, benzinda hali 12.000 km yurgan. Mana do'stlar, telari Maşının zapasga bo'linlar amaliga yana tushmaydi. 2014-yil konditsionerlari hammasi ishlatdi. Kraskalar ham absolut rodnoy, motorlarına 7 sirena kulish demaydi mashinani. Mana do'stlar. Bahosi 80 million so'm. Naqd pul bilan sizlar ustida yana gashtirib beramiz. Savdo qilib olasizlar. Avto kredit oladigan bo'lsangiz, sizga kredit grafiklarni ham hisoblab chiqarib beramiz. Aslında savdo qilib olasizlar. Mashinani yakib bering. Mana do'stlar. Nastasiyana qaranglar do'stlar. Qiziquvchilar bo'lsa, qo'shib avtomarketda sotib olib, kelib xarid qilaverasiz mashinamizni do'stlar.